عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأن الله رب الشمس وأن الله رب العالمين وهدى الله إبراهيم وجعله نبيا وخليلا. Albatta quyoshning Robbisi Allohdir, olamlarning Robbisi Allohdir. Alloh Ibrohimni hidoyatladi va insonlarning ichida nabiy va o'ziga xalil, ya'ni do'st qilib oldi. Va amarallohu Ibrohim an yad'u qawmahu va yamna'uhum min ibadatil asnam. Va Alloh taolo Ibrohimga qavmiga da'vat qilishga va ular butlarga ibodat qilishligidan man qilishga buyurdi. Da'vatu Ibrohim, Ibrohimning da'vati. Da'a Ibrohimu qawmahu ilallohi va mana'ahum min ibadatil asnam. Qala Ibrohim liqawmihi ma ta'budun. Ibrohim qavmini Allohga da'vat qildi va ularni butlarga ibodat qilishligidan man qildi. Ibrohim qavmiga aytdi, ma ta'budun, ibodat qilinglar, Allohga ibodat qilinglar. Qalu na'budu asnam, ular aytdilar biz butlarga ibodat qilamiz. Qala Ibrohim asta'udhu billah hal yasma'unakum iz tad'un. Eshitmadingizmi? Allohga ibodat qilinglar. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. yoki sizlarga foyda yoki da zarar beradi. Ular aytdilar biz otalarimiz shunday qilganliklarini topganmiz. Qala Ibrohim, Ibrohim aytdi fa ana la a'budu hadhihi al-asnam bal ana aduwwun li hadhihi al-asnam ana a'budu robbil alamin. Ibrohim aytdi albatta men butlarga ibodat qilmayman, albatta balki men butlarga dushmandirman. Men olamlarning Robbi Allohga ibodat qilaman. Allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin والذين يميتوني ثم يحيين. Albatta Robbim meni yaratdi va meni hidoyat qildi va u meni taomlantirdi va to'ydirdi. Agar kasal bo'lsam menga shifo berdi. Albatta u meni o'ldiradi, so'ng tiriltiradi dedi. Va innal asnama la takhluqu va la tahdi. Albatta butlar yaratmaydi va hidoyat qilmaydi. Va innahu la tut'imu ahadan va la tasqi. Albatta butlar hech kimni taomlantirmaydi va to'ydirmaydi. Va idza marida ahadun fa hiya la tashfi. Agar kimdir kasal bo'lsa unga shifo bermaydi. Va innaha la tumit ahadan va la tuhyi. Albatta o'ldirmaydi hech biringizni va tiriltirmaydi. Amamal malik, podshohning huzurida. Kana fil madinati malikun kabirun jiddan va zolimun jiddan. Va bir shaharda judayam bir katta bir podshoh bor edi va u judayam zolim edi. Va kana an-nasu yasjuduna lil malik. Va insonlar podshohga sajda qilardilar. Va sami'a al-malik anna Ibrohim yasjudu lillah va la yasjudu li ahada va ghadiba al-malik va talaba Ibrohim. Albatta podshoh Ibrohim haqida eshitdi va u Allohga sajda qilishligini bildi. Albatta hech kimga sajda qilmasdi va podshoh bundan g'azablandi va Ibrohimni talab qilib chaqirdi. Va jaa Ibrohim, kana Ibrohimu la yakhafu ahadan illa Allah. Ibrohim keldi va u hech kimdan qo'rqmas edi, faqatgina Allohdan qo'rqardi. Qala al-malik, podshoh aytdi: Manillahu ya Ibrohim. Alloh kim ey Ibrohim? Qala Ibrohim, Ibrohim aytdi: Allazi yuhyi va yumit. U meni tiriltiradi va o'ldiradi. Qala al-malik, podshoh aytdi:
ana uhyi va umit. Men ham tiriltiraman va o'ldiraman. Va da'a al-malik rajulan va qatalahu va da'a rajulan akhar va tarakahu. Albatta podshoh bir kishini o'ldirdi va boshqasini tark qildi. Va qala ana uhyi va umit fa qataltu rajulan va taraktu rajulan. Va kana al-malik balidan jiddan va kadhalika kullu mushrik. Va albatta men o'ldiraman va tiriltiraman deb bir kishini o'ldirdi va bir kishini tark qildi. Albatta podshoh bir espas edi va unga qo'shilgan mushriklar ham shunday espas edi. Va arada Ibrohim ay yafhama al-malik va yafhama qawmah. Albatta Ibrohim podshoh va uning qavmi tushunishligini xohladi. Faqala Ibrohim lil malik. Ibrohim podshoh uchun aytdi: fa inna Alloha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Albatta Robbim quyoshni mashriqdan chiqaradi va sen uni mag'ribdan chiqar dedi. Fatahayyara al-malik va sakata. Podshoh hayron bo'ldi va jim qoldi. Va khajilul malik va ma wajada javoban. Podshoh jim bo'ldi va javob topolmadi. Valid otaga da'vat. Va arada Ibrohimu ayyad'u waliduhu aydan. Ibrohim otasiga ham da'vat qilishlikni xohladi. Va qala lahu, otasiga aytdi: "Va lima ta'budu ma la yanfa'u va la yadurru?" Nima uchun ibodat qilasiz? U sizga foyda ham zarar ham bermas. Ya abati la ta'budish shayton. Ya abati i'budir rahman. Ey ota, nima shaytonga ibodat qilmang, Rahmonga ibodat qiling. Va ghadiba validu Ibrohim va qala ana adribuka fatrukni va la taqul shay'an. Otasi Ibrohimga g'azab qildi va men seni uraman, meni tark qil va menga hech narsa gapirma dedi. Va kana Ibrohim haliman va faqala li validihi salamun alayk. Ibrohim halim edi va otasiga aytdi: sizga Allohning salomi bo'lsin. Va qala lahu ana adhabu min huna va ad'u robbi. Ibrohim men bu yerdan ketaman va Robbimga da'vat qilaman. Va ta'assafa Ibrohimu jiddan va arada an yadhhaba ila baladin ukhra va ya'budu robbahu va yad'u an-nas ila Alloh. Ibrohim bu yerdan ketishlikni xohladi va boshqa bir shaharga borishni xohladi. U yerda Robbisiga ibodat qilish, insonlarni da'vat qilishlikni xohladi. Ila Makkaga. Va ghadiba qawmu Ibrohima va ghadiba al-malik va ghadiba al-walidu Ibrohim. Ibrohimdan qavmi g'azablandi, podshoh g'azablandi va uning otasi g'azablandi. Va arada Ibrohimu ay yusafira ila baladin ukhra va ya'budu fihi Allah va yad'u an-nas ila Allah. Ibrohim boshqa bir shaharga safar qilishlikni xohladi va u yerda Allohga ibodat qilishlikni, insonlarni Allohga da'vat qilishlikni xohladi. Va xaraja Ibrohimu min baladin va wadda'a waliduhu. Va Ibrohim boshqa bir shaharga chiqdi va otasiga duo qildi. Va qasada Ibrohimu Makkata va ma'ahu zawjuhu Hajar. Va Ibrohim Makkaga borishlikni qasd qildi. Un bilan birga xotini Hajar ham bor edi. Va kanat Makkatu laysa fiha 'ushbun wala shajarun va kanat Makkatu laysa fiha bi'run wa nahrun va kanat Makkatu laysa fiha haywanun wala basharun. Albatta Ibrohim Makkaga bordi va u yerda o't o'lan, daraxt ham yo'q edi va u yerda chuqurlik ham, daryo ham, dengiz ham yo'q edi va Makkada hayvon ham, bashar ham yo'q edi. Va wasala Ibrohim ila Makkata va nazala fiha. Ibrohim Makkaga yetdi va u yerga tushdi. Va taraka Ibrohimu zawjahu Hajar va waladuhu Ismoil. Va lamma arada Ibrohim an yadhhaba qalat zawjuhu Hajar ila ayna ya sayyidi atatrukuni huna. Ibrohim xotini Hajarni va o'g'li Ismoilni shu yerda tark qildi. Va albatta Ibrohim ketishlikni xohladi va ayoli Hajar unga aytdi:
Qayerga ketyapsiz ey sayyidim? Bizni shu yerda tark qilasizmi? Atatrukuni va laysa huna ma'un wala ta'am. Bizni bu yerda tark qilmang. Bizda suv ham, taom ham yo'qdir dedi. Hal amarakalloh bihada? Albatta bu Allohning amrimi? Qala Ibrohim na'am. Ibrohim ha dedi. Qalat Hajar idan la yudi'ana. Hajar aytdi, unday bo'lsa Alloh bizni zoya qilmas.